Hurmatli obunachilarimiz, kanalda Marlon Sharda YouTube videomizga katta assortimentda turbanali Zubir 1105 ming takliflarimizga yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlarning nomidan kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar va kommentariy yozib omad so'zini yozsalaring. Aytilganlardan albatta kamini qilib beramiz va ikkita yangiligi bor, uni ham video davomida tanishtirib o'tamiz. Unda birinchi o'rinda bular hammasi yangi bartovoyli bo'ladi. Ya'ni korobkasi kattasi, buni eski patda, korobkasi kichkinasidan bo'ladi akada. Bular zavodskiy dinamlari ikkitadek chiqqan. Mana bu yerda bitta dinam va mana bu yerda bitta dinamlari bilan joylashgan. Bunga oldiga jatka, sunosos pompa, yana ko'p xususiyatlarga ega. Orqasi prisebloslar ham bo'ladi. Ikkitalik omochini qo'shib beramiz akalar o'zlariga. Va mana bunday 1.30lik frezlarni ham qo'shib beramiz akalar. Rollar o'ta yumshoq, gidravlika desa ham bo'ladi akalar. Skorslari 6 talik, polishinli, professional hamma skorslar bor. Skorslar o'ta yumshoq akalar. Mana bu yerda shu polishinli, professional skorslar mavjud akalar. Keyin balonni blokirovka qiladigan bor. Ko'pchilik akalarimiz bilmas ekan, ballonni blokirovka qiladigan akalar. Bu yerlar ichida botib qolinsa yoki og'ir yuk tortib chiqadigan bo'lsa, ikkala ballonni barobar qo'shadi. Keyin yo'lga chiqqandan keyin bitta ballonni ajratib qo'ya oladi. Hozir bu bitta ballon ajralgan holda turibdi. Bitta ballon tortadi hozir holatda. Ya'ni akalar bu ikkala ballon yo'lda tortaman desalaring, burilish ancha qiyinroq bo'ladi. Keyin akalar bu radiator orqali sovuydi. Mana bu yerda radiator bor, ya'ni antifriz va suv. Vozdixlari maslinli akalar. Oldingilarga maslinli chiqmagan. Xuddi shuna vozdix chiqqan, faqat uni tayi ochiq bo'ladi, uni tayi yopiq. Ichi vozdixlar maslinli bo'ladi. Ichini olib ko'rsatamiz bitta-bitta. Mana bu yerdan ochiladi akalar, mana. Hamma yo'g'ini birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Bizni do'konda hammasi mana ko'rishingiz mumkin. Ichida maslisi turibdi akalar. Mana vozdixda ichidagi maslisi ham turibdi akalar. Bu mini traktorimiz narxi 28 million so'm. Bularda hozirda akalar faralarni ko'rsatamiz. Faralari akalar buniki sariq faradan bo'lingan. Keyin akalar sizlarga yangilik aytgan narsamiz, agar bunga 28 millioncha xohish bo'lsa, biz sizlarga LED fara ham qo'shib beraveramiz. LED fara kechqurun ancha ham yorug' yoritadi. Sariqqa qaraganda 3 barobar yorug'roq yoritadi akalar. Xohlasanglar 28 millionchada mana shunday LED fara va agar yana xohish bo'lsa, mana bu yerga yana ikkitalik katta LED faradan qo'yib beramiz akalar. Yangiligimiz shular hozircha. Mini traktorimizda vodiy bo'ylab dastavkalari albatta bor, vohaga albatta kelishamiz akalar. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin 28 million so'mda ichida. Agar shu hayitgacha xarid qiladigan bo'lsangiz, dastavkalar albatta tekin bo'ladi. Bularda yana ballonlar razmer bo'ladi. Ballonlari 1.50 gacha bemalol chiqadi akalar, ko'rishingiz mumkin. O'zi esa 1.30lik frezasi bo'ladi. Hozir hamma yo'q ishlaydi akalar buni. Keyin rama qismlarini ham aytaverasiz, rama qismlari ham ancha baquvvat akalar. Kimga xuddi shunday Zubir 1105 mini motobloglar va mini traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda hammasidan mavjud. Bundan kattaroqlari ham mavjud akalar. O'sha gap, agar kimda xohish bo'lsa, mana bunday LED farlar ham qo'yib beraveramiz akalar. Jonlar sog' bo'lsin. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna va like esdan chiqmasin akalar.